Assalomu alaykum barchaga yurtdoshlar, qadrli do'stlar, Jonurishga obunachilar. Xudo bugungi obzorlarimizda sizlar uchun mana bu yoqdan Peshku tumanida joylashgan Navoiy Krug mol bozori mana Volga tumanlarida beda presslar, somon presslar bilan chiqqan ekan. Xudo obzorlarni olib boramiz sizlar uchun. Bularni maksimal egalarini topib sizlar uchun narxlarni so'rashga harakat qilaman. Xo'p, aka sizlardan bu? Qo'lga yaxshimi? 16danmi? Mana 16dan chiqib. Kelishingizlar. Yana kelishib beramiz. Somon presslar. Zo'rlardan. Mayin press. Qanaq keliklar, bir ikkitasini ko'ramiz hozir. ana bir keliklar. Ko'pchilik so'raydi aka, uydan chiqmaydi odamlar. Ana keliklar. Uzoqdagilar bo'lsa, uydagilarga olamiz. Ana bir qanaq biladigan. Mana. Ko'rdingizmi? Ko'ringlar mana. Mayinda bu. Mayingina mana. 16dan deyapti, yana kelishtirib beraman deyapti. O'sha nomerlarda. Mana. Yedin ana shu yerga keladi, sizlarga keladi. Sizning Doim shu yerdan, xudo xolasa. Bularni yana kelishtirib beraman deyapti tog'ajonimiz. Aloqaga chiqsangizlar, bir joyga olsalar yana narxlar kelishamiz. Maksimalni kelishtirib beramiz. Aloqaga chiqib ko'rasizlar, telefon qilsangizlar kelishtirib beradilar. Dastavkalar bo'ladi. Ha, nima dastavka bo'ladi. Dastavkalar bo'ladi, qo'lasizlar. Buyuring, aloqaga chiqib ko'ringlar. Tog'ajon rahmat sizga ham. Telefon qilaverasizlar bemalol. Sifatlari zo'r ekan mana. Narxlar albatta kelishtirib beradilar narxlarni. Qanaq kelik bo'lsa bu qizil, qanaq kelik. Mana traktorda boradi. Nomerlari mana shu yerda bu. Dastavkalari bor. Bularni cheklamagan miqdorda desak bo'ladimi? Top beramiz ha? Top beraman qancha. Topib beramiz deyaptilar. Beda ham bormi? Beda ham bor. Shu 18 shim. Bedalarni nech puldan qilib beramiz? Bedaga endi qarabda beradi. Beda hozir nech puldan bo'ladi to'g'ri? 31 shunaqa. 30 atrofida chiqibdi. Bedalar normal. Bunimi 16. Beda ham top beraman deyaptilar, sholi. Beda ham bor. Hammasidan bor deyaptilar. Mana press emasda qanaqa press kerak bo'lsa, samon beda sholi hammasidan to'g'rimga telefon qilinglar. Kelishtirib beradilar. Xudo xolasa. Ko'ringlar mana bu yoqda. Xo'p, narxlar zo'r ekan. Aziz yurtdoshlar. Xo'p, bu yoqda. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisizlar? Sizlardan aka bu yoq? Nech bilan deyapsiz aka? 650. Mana shtiradikda mana mayin samonlar bular. Xudo xolasa. Mayin samonlar. Samonlar. Nech bilan dedingiz aka? 650. 650 ga. Yana kelishtirib beraman deyaptilar. Optimga olsalar. Nech tilishga bo'lsa top berib bilamizmi aka? Nech tilishga bo'lsa so'raganlar uchun. Zo'rlardan ekan mana. Cheklanmagan miqdorlarda topib beraman deyaptilar ekan 650 dan. 250. Ikkita tilishga yana qancha qilib beramiz kelishtirib? 600 dan. 600 dan. 600 dan qilib beraman deyapti ikkita tilishgan. Bitta nomerlarni ayting aka. 50lik. 50lik. 883 883 71 olmush 1. Xudo xolasam telefon qilaveringlar akamga. Ikkita olaman desangiz yana maksimalni kelishtirib beradilar. Aloqaga chiqib berasizlar, xudo xolasa. Buxoroni qayerda bo'lsalar olib boramiz. Telefon qilaverasizlar. Shunday zomat aka. Telefon qilaveringlar, bemalol narxlarni kelishtirib beradilar, mayin samonlar. Mana. Bu yoqda yana to'g'larimizdan chiqib qo'ygan ekan sizlar uchun presslarni aytib o'tdik. Mana mayinlardan endi bu yog'i. Xudo xolasa. Aka bu yoq sizdanmi? Assalomu alaykum. Ishlaringiz yaxshimi aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Nech pul deyapsiz aka tilishga? Tamam 600 deyapman. Tamam 600 dan. Bu yoqda akamiz arzon ekan mana. 600 dan, aha. Bu yoqda mayin samonlarimiz. Ikkita tilishga nech pul qilib beramiz? Kelishib beramiz. 600 550 dan qilib berib beramiz. 580 dan qilib beramiz. 580 dan qilib beramiz deyaptilar. Xudo xolasa ko'ringlar. Samonlarimiz zo'r. Mayin samonlar. Chang yo'q. Changlari yo'q, xudo xolasa. Toza samon, mayin samon. Toza mayin samonlarni 580 dan qilib beramiz deyapti ikkita tilishga Telefon olsangizlar. nomeri ham oling. Telefon nomerlarini xudo xolasa shu nomerlardan. Ana shu nomer. Mana. Xudo xolasa mana shu yerdan ko'rsangizlar 90lik 298 18 64. Aloqaga chiqsangizlar 600 dan. Narxlarni 580 dan qilib beraman dedilar. Buxoroni qayerda bo'lsa olib boramiz, xudo xolasa. Chiroyli qilib. Telefon qilaverasizlar to'g'rimga narxlarni chiroq kelishtirib beradilar. 5 kuni qayeri bo'lsa dastavkalar ichida deyaptilar. Boshqa tumanlarga ham so'rasalar olib boramizmi? Olib boramiz boshqa tumanlarga ham. Aloqaga chiqib qo'yarasiz akamga, narxlarni kelishtirib beradilar ekan. Qo'g'ilsa sog' bo'ling. Xo'p. Mana yana obzorlarimizni davom ettiramiz. Sizlar uchun mana shu mashinada odam egalari bo'lsa bo'ldi. Sizlarga obzorni qilib beramiz. Xo'p, mana ishlaygan aka. Ishlaringiz yaxshimi? Nech pul aka bular? Takilni diyorimiz kelishtirib beramiz. Mana narxlarni yana kelishtirib beramiz yo'qlar. Ana shu nomerlarga chiqadilar.
chiroyli qilib Xudo bo'ldi. xolasa ko'ringlar. Bularni yana top berib bilamiz yoki so'rasalar? Ko'p, qancha ko'rasiz? 10 bo'lsin, 20 bo'lsin. Ko'p akajon. Ancha ko'p yo'qlar. 3 metr, 3,5 metr. 3,5 metrga Qara xudo xolasa. qamishi, 100%. Cheklamagan miqdorda qerin qamish dedingiz aka? Tushunmadim. Qerin qamish deysiz? Qara qamishi. Qaraqirni qamishi. Cheklamagan miqdorda top beramiz. Ha, Xudo xolasam. Ya, Boshqa tumanlarga ham chiqamizmi aka? albatta. Boshqa tumanlarga ham chiqadilar ekanmiz. Ko'ringlar. Rahmat. Mayli, akam charchamang. Yana shu nomerlar, ko'ringlar 93 623 92 77. Akam o'zlariga aloqaga chiqib ko'rasizlar, kelishtirib beradilar. Akam charchamang, xudo xolasa. Hamishlarimiz bilan. Telefon qilaveringlar. Sizlar uchun naqd olan kelishilgan narxlarda xudo xolasa chiroyli qilib kelishtirib beradilar. Xo'p. Sizlar uchun obzorlarimizni davom ettiramiz. Xo'p, biz yurtdoshlar mana bu yoqda bitta bedalarimiz bor. Bedalarimizni ham olamiz hozir. Mana bu yoqda bitta qamishimizni olaylik, keyin bedalarimizga ketamiz bo'lmasa. Xo'p. Necha puldan deyapsiz aka? O'rtanga o'zim aytaman shu. Presslar ham olaylik. Necha pul deyapsiz aka? Ishlar 7000, 7000. 7000 deyapsiz a? Aha. Necha metr aka bu? Necha metr necha metr bo'ladi bu? Ha, 3 metr, 3 metrga, 3,5 metr. 3,5 metrga. Top beramizmi yana bulardan? Hmm. Bunisi ham sizdan. Bunisi necha pul deyapsiz? Bunisi ham mana. Xudo xolasa ko'ringlar. Telefon nomer qoldiringlar aka. 94. Bu mashinga 94lik. 124 2100 bu yoqda. 99lik. 99lik. 372 372 80 90. 80-90 nomerlarga bu yoqqa aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa. Boshqa tumanlarga ham chiqamiz. Chiqamiz. Chiqamiz boshqa tumanlarga ham. Ham bor. Xudo xolasa. Bu yoqni ham olaveramiz bu yoqlarini. Xudo xolasa ko'ring. Nomerlar o'ziga bu nech pul deyapti bu nimani? Bir mashinani. 6000 deyaptilar mana, xudo xolasa. Bunga ham bitta nomer ayting. 99lik. 126 56 31. Presslar nech puldan bo'ladi? Mana, ko'ringlar, xudo xolasa. Nomerlar egalari yo'q deyaptilar. Presslar ham yoqda chiqqan. Ana bu yerda presslarchi, ular kimdan ekan? Uni sizdan a? 35 dan. Mana presslarimiz ko'ringlar. Bitta nomerini ayting aka, men borib bitta ko'rsaman aka. 99lik. 095 077 0377. Sifatlarni borib bitta ko'rsatib beramiz. Boshqa tumanlarga dostavka qilamiz a? 5 kunga faqat 5 kun o'ziga deyaptilar. 5 kunlik jo'natib qo'ysa videoni bitta sifatlarni ko'rsatamiz sizlarga. Xo'p. Aziz yurtdoshlar, sizlar uchun sifatli va foydali videolarni chiqarib borishni davom ettiramiz. Bizning kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa. Xo'p. Mana. Tagi bu yoqdan bitta rasmga olaylik shuni. Sifatlarga lekin gap bo'lishi mumkin. Sifatlar ancha yaxshi ekan, tog'am nomerlarni aytdilar. Bilan 36 37 ko'proq bo'lsa kelishib beradilar. Lekin bu faqat 5 kunliklarga dedilar. Sizlarga mana bugungi kundagi narxlarni chiqarib bordik. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bu yoqdan presslarimiz bor. Bularni ham sizlarga chiqarib obzorlarni qilamiz, xudo xolasa. Xo'p.